Siz Jud Bellinghamning kichik ukasi Borussiani qanday olib ketayotganini ko'rdingizmi? Klublar o'rtasidagi jahon chempionatining 3-turida Dortmund Janubiy Koreyaning Ulsan jamoasiga qarshi o'ynadi va aynan Job, kichik Bellingham ushbu uchrashuvning asosiy qahramoni bo'ldi. Endi bu o'yinchi haqida ikki og'iz. Job Bellingham aksi Juddan 2 yilga kichik. Ikkisi ham Angliyaning Birmingham klubi tarbiyalanuvchilari. Lekin farqi shundaki, Jud o'z klubidan to'g'ridan-to'g'ri Dortmundga ketgan bo'lsa, kichik uka Championshipdagi Sunderlandga yo'l olgan. Job Bellingham u yerda juda yaxshi o'yin ko'rsatdi va uning ortidan Borussiya keldi. Bu yozda Schmeller uni olish uchun 30 million yevro to'ladi. Qizig'i shundaki, ular o'z vaqtida Jud uchun ham bunchalik to'lamagan edilar. Endilikda esa Dortmund Ulsan uchrashuviga qaytamiz. Hujumdagi har bir harakat deyarli Job orqali qurildi. Taym o'rtalaroq u hisobni ochish uchun ajoyib imkoniyatga ega bo'ldi va 36-daqiqada u Svenssonga golli pas uzatdi. Borussiya hisobda oldinga chiqdi. Bellingham kichik esa klublar o'rtasidagi jahon chempionatida allaqachon 2 ochko to'plab bo'ldi. U oldingi turda Melodiya darvozasiga gol urgan edi. Bu safar esa ikkinchi gol uchun yana pas berdi. Lekin sherigi o'sha vaziyatda juda noto'g'ri harakat qildi. Natijada Jobning hissasi bilan Dortmund 1-0 hisobida g'alaba qozondi va play-off bosqichiga yo'l oldi. Florentina Perez esa bu yulduzchaga allaqachon ko'z tikkan.